5 dars ijodiy qiyinchiliklarni hal qilamiz. Haqiqatdan ham ishlaydigan ijodiy g'oyalarni o'ylab topish qiyin. Bosh sahifaga tikilib, ilhom kuzatish vaqtni behuda sarflaydi. Shunday qilib, bu yerda siz Gemini bilan ijodiy g'oyalarni tizimli ravishda yaratishni, takomillashtirishni va saqlashni o'rganamiz. Ijodiy blok muammosi. Aytaylik, siz yangi mahsulot, ochiq havoda odam olishni yaxshi ko'radiganlar uchun, ya'ni ochiq havoda dam olishni yaxshi ko'radiganlar uchun ekologik toza suv idishni chiqaryapsiz. Rahbaringiz bizning kompaniyamiz konspensiyasi qanday deb so'raydi. Ya'ni xuddi shu savolni biz Geminiga beramiz. Mana hozir biz Geminiga berdik. Xuddi shu savolni berganimizdan so'ng u bizga Gemini shu narsalarni chiqarib beradi va biz unga endi 30 daqiqadan so'ng sizning fikringiz, suvsiz qoling, samolyotlaringizni qutqaring. Yer haqida qayg'uradigan shisha, faol turmush tarzi uchun ekologik toza gidratsiya. Ular aldashmaydi, lekin ularni unutish mumkin. Xo'p, ya'ni sizga bu yerda test beradi. Xo'p, bu testlarni ko'rishdan oldin, ya'ni biz mana shu signalni endi biz Geminiga berdik. Geminiga bergandan so'ng u bizga mana shu narsalarni endi chiqarib berishni boshlaydi. Xo'p, buni ko'rib bo'lganingizdan so'ng sizga test beriladi bu yerda. Gap shundaki, ijodiy ish ilhomining tasodifiy kelishini kutish haqida gap emas. Gap tizimli tadqiqot haqida. Variantlarni muntazam ravishda yaratish, keyin esa eng kuchlilarini takomillashtirish buni ikkita usul ochib beradi. Cheklangan miya hujumi va takroriy takomillashtirish. Endi siz ushbu texnikalar bilan tanish bo'lganingizdan so'ng cheklangan miya hujumidan boshlaylik. Xo'p, bu yerda yana test beradi. Bizda birinchi kashfiyot cheklangan miya hujumi. Samarali ijodiy cheklovlar quyidagilarni o'z ichiga oladi. Burchak fokuslanishi, hissiyot, foyda, istiqbolni ta'kidlaydi. Format cheklovi 6 ta so'zli shior sifatida ishlash kerak. Auditoriyaning o'ziga xosligi muayyan narsa qadrlaydigan muayyan segmentga murojaat qilamiz. Ijodiy cheklov. Domendan metafora foydalaning yoki ortiqcha ishlatilgan tushunchani eslatib o'tishdan saqlanamiz. Bu yerda yana sizga testlar beradi. Ikkinchi kashfiyot esa takrorlanuvchi rivojlanish. Ijodiy rivojlanish qatlamlari sodir bo'ladi. Birinchi qavat konspensiya yo'nalishi, burchak, ilmoq, hissiyot. Ikkinchi qavat kompaniya elementlari, vizual materiallar, xabar alishish, aloqa nuqtalari. Uchinchi qavat esa bajarish tafsilotlari, format, vaqt jadvallari, aniq aktivlar. Har bir qatlam o'ziga xoslik qo'shadi. Siz hamma narsani birdaniga yaratishingiz shart emas. Yo'nalishda tasodiflargacha asta-sekin rivojlanadi. Lekin rivojlanish shu bilan tugamaydi. Sizga ma'lum aktivlar kerak bo'lishi mumkin. Ijodiy tarmoqlardagi postlar, reklamalar, matn va dizaynlar uchun vizual tasvirlar. Jarayonlarni ko'ryapsizmi? Konspensiyya, kompaniya haqida qisqacha ma'lumot, aniq aktivlar. Siz noaniq, ekologik toza shisha bilan boshladingiz va endi bajarishdagi ijtimoiy kontent, vizual yo'nalish va xabar almashish imkoniyatlariga egasiz. Bularning barchasi tizimli ravishda ishlab chiqiladi. Fikr mulohaza orqali takomillashtirish, hatto iteratsiyadan ham katta ijodiy foyda. Biroq siz har doim ham AI tomonidan yaratilgan kompaniya harakatlarini qayerda yaratish mumkinligini ko'ra olmaysiz. Bu yerda yana sizga test beriladi. Xo'p, tanqid qanday qilib ko'r nuqtalarini ochib berganiga qarang. Shuningdek, Geminidan boshqa nuqtai nazardan tanqid qilishni so'rashingiz mumkin. Ya'ni mana bu signalni biz Geminiga beramiz. Xo'p, biz Geminiga bu signalni berganimizdan so'ng Gemini sizga shu narsalarni endi delikda chiqarib berdi. Har qanday ijodiy ish uchun o'zini tanqid qilish. Bu usul kompaniyalardan tashqari ishlaydi. Undan quyidagilar uchun foydalaning. Kontent qoralamalari. Ushbu blog postini band rahbar nuqtai nazaridan tanqid qiling. Ya'ni hozirgi bergan narsamizni tanqid qilish uchun band rahbar nuqtai nazaridan tanqid qilishni so'raymiz. Xuddi shuni berganimizdan so'ng Gemini bizga band
rahbar tomonidan xuddi shuncha tahlillarni ko'rsatib chiqdi. Endi esa ijodiy rivojlanishni o'zgartiradi. Endi siz Gemini bilan tuzilgan ijodiy tadqiqotlar orqali tizimli ravishda o'ziga xos konspens yaratishingiz, ularni to'liq kompaniyalarga aylantirishingiz va maxsus aktivlarni yaratishingiz mumkin. Xo'p, bizda yakuniy darsda siz Gemini burjini biznes vazifalar va ish jarayonlarini avtomatlashtirish uchun kundalik vositalaringiz Google Docs, Google Sheets, Gmail bilan qanday bog'lashni o'rganamiz. Keyingi ishni muvaffaqiyatli yakunlaymiz.